Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar. Five problem solving mavzuimizni navbatdagi darsiga xush kelibsiz. Ushbu darsimizda sizlar bilan birgalikda quyidagi 5 ta savolga javob ko'ramiz. Xudo xolasa, birinchi savolimiz ikkita aylana kesishadimi yo'qmi, shuni tekshiring. Mana bizga bu albatta chiroyli va qiziqarli savol bo'ladi. Import math modulini chaqirib olamiz. x1 ya'ni bizda berishimiz kerak bo'lgan narsalar shu y1 virgul endi r1 ham bor bizda. Barobar 0,0,5 deymiz. Pastga tushamiz. Yoki xuddi mana shuni shift bilan bossak, bu nima qiladi? Ko'p qilib beradi. Mana men buni ikkinchi qiymatlarni olib turib, bunga ham endi boshqacharoq nuqtalar berishimiz kerak. 4, 0, misol uchun mana bu yerga 3 beramiz. Mana ketdi. Endi dist masofani topishimiz kerak. math.sqrt qaus ochamiz, yana qaus ochamiz. x2 minus x1 mana shunday qilamizda. Buni ikkinchi darajasi. Tak, mana bu yerda ikkinchi darajasi. Plus qilamiz, qaus ochamiz mana bu yerda. y2 minus y1 deymiz. Daraja 2. Yana plus qilamiz. Yoki bo'lmasa mana shu yerda to'xtatib turaylik buni. 2 qilamizda print deymizda, mana bu yerda yozamiz. Kesishadi deymiz. If qarang, mana shu yerni o'ziga yozib ketaman. Mana qausdan nimada bu yoqda. Kesishadi if distimiz kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa R1 plus R2 ga mana bunday orasini ochib yozsam chiroyli tushunarliroq bo'ladi. Else aks holatda mana bu yerda bir qatorni o'zida yozib ketaveramiz else bilan birgalikda. Else kesishmaydi deymiz mana. Run qilamiz. Incomplete input. Tak. Line 6 da muammosi bor. Hozir mana ko'ramiz. Tak, mana shu yerda muammosi bor. Kesishadi. Bo'cha ketadi. Tak. Mana bu bunaqa bo'ldi. Mana bu qaus yopilmay qolibdi bizda. Mana kesishar ekan hozir. Mana shu turgan holatdagi anomimiz aylanamiz nima qiladi? Kesishadigan holatda ekan. Aytaylik, mana men buni 6 qilaman, mana men buni 2 qilaman. Ko'ramiz endi. Kesishmaydi. Mana. Endi kesishmaydigan holatga keldi. Demak, yechimimiz mana shu holatda ekan. Keyingi kodni ko'ramiz. Ikki o'lchovli massivdan bitta ustunni ajratib oling deyapti bizga. Muammosi yo'q. Matrix deymiz. Barobar ikki o'lchovli massiv bo'lgandan keyin 1, 2, 3 deymizda. Yana bitta ana ochib turib, mana bu yerga virgul qo'yamizda, keyingisiga 4, 5, 6. Mana ikki o'lchovli massiv yaratildi. Virgul qo'yamizda, yana bitta ochaylik mayli. 7, 8, 9 deymiz. Mana. Endi mana shu holatda kolumn deymiz. Barobar kolumnimiz ochamizda row, yana kvadrat qaus ochib turib 1 deymiz. Endi for row in matrix, mana matrix, pastga tushamizda print qaus ochib turib kolumn, mana run qiladigan bo'lsak 2, 5, 8. Ya'ni biz nima qildik? Bizni ikki o'lchovli massivdan bitta ustunini ajratib oldik. Bu ustun qani? Mana birinchi ustunda 1, 4, 7 bor, ikkinchi ustunda 2, 5, 8 bor. Mana shu ajratib oldik. Keyingi ustunda 3, 6, 9 joylashgan bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishda holatda. Demak, kodimiz to'g'ri yechim topdi. 2 binary satrini raqamga aylantiring deyapti mana. Mana shuni qilishimiz kerak endi. Binary deymiz, barobar aytaylik 10, 11 degan bor bizda. Num deymiz endi. Num barobar integer qaus ochamiz. Binary deganiga virgul qo'yib 2 deymiz. Va pastga tushamizda print
nam deymiz, rang qiladigan bo'lsak 11 mana. Demak, ikkilik satrni nima qildik? Raqamga aylantirdik. Endi keyingi savolimiz notex, ya'ni jagged massivdagi sonlarning yig'indisini toping deyapti. Mana bu qanday bo'ladi deyilsa, mana yozamiz. Yana kvadrat qaus bor, 1, 2 deymiz. Keyin virgul, mana bu yerga virgul qo'yamizda, yana kvadrat qaus ochib turib 3, 4, 5 deymiz. Keyingisiga yana kvadrat qaus ochib turib 6 deymiz. Ya'ni notex jagged massiv degani mana shu bo'ladi. Endi print sonlarning yig'indisini topishimiz kerak. Juda ham oson. Summa, keyin yana summa, nimani? Sub. Ichki summalarni chiqarishimiz kerak. Mana bu yerga yozamiz for sub in array, arrayning ichidagi. Run qilamiz, mana 21 ekan. Mana shu notex massivning ichidagi sonlarning yig'indisi 21 ga teng bo'lar ekan. Demak, keyingi savolni ko'ramiz. Notex massivdagi eng katta sonni toping. Buni ko'ramiz. Array barobar mana buni olaylik. Osonroq bo'ladi, tezroq yozamiz. Raqamlarni mayli o'zgartiraylik. Mana bu yerda 1, 9 bo'lsin. Keyingisida 3, 4, 5, 6, misol uchun mana bu yerga 2 bo'lsin, mayli. Bir xil bo'lmasin oldingi bilan. Endi print, bu ham juda ham oson, muammosi yo'q. Max deymizda, qayerdagi max deymiz, chunki o'sha ichida, to'g'rimi? Ichma-ich ketgan bular. Sub for sub in array deymiz va run qiladigan bo'lsak, mana 9 ekan. Mana bu yerda endi min deb turib, mana bu yerda yana min deb turib qiladigan bo'lsak, eng kichik sonni nima qilishimiz mumkin? Topishimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, bugun ko'rib o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.